Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida Tajmahalning yanında Jo'rabek salonining arkasında 4 qavatli domimizni birinchi qavatında 2 xona ayrim jihozlari bilan Bismillahirrohmanirrohim sotib qo'yildi. Birgalikda ko'rib o'tamiz. Eshiklarimiz demir eshik ekan, ichida yana zapasdan xod eshik bor ekan. Bu yerda prixoji qo'yilgan, qalada ekan. Birini xonasini bo'lak отдельный qilganlar. Bu yerimiz zal, bu yon tarafimiz spalni. Bu yerdan перегородка qilib, ishning koridorcha qoldirganlar. Birinchi chetdan danishtirib o'taveramasa. Bu yonimiz sanuzel bo'ladi aziz yurtdoshlar. Kafeldan chiqib turibdi. Ishning chiroyli bo'lib, suv, gaz, svetlardan muammo yo'q, marshrutlardan ham, maktab bog'chalardan ham muammo yo'q. Bu yerimiz oshxona, kafel qilinibdi. Fartuqlar urilgan, kuxinning mebelimiz bor, gaz plitamiz chotki, tozasidan turibdi. Bu yerda getadon kirmashin ketadi. Холодильник ketadi. Kotel bor ekan, oynalarimiz aqua plastik ramlardan o'rnatilgan. Bu yonimiz yo'l. Xohlasanizlar bu yerdan dukon-pikon va bu sattor oshxona qilsam bo'ladi aziz yurtdoshlar. Shunday narsa qarab yurgan yurtdoshlarimiz bor. Like bosib berib ko'ringlar do'stlar. Sizlar orqali sababchi bo'lib qolasizlar, shunday narsa topilsina. Bu yonimiz zal. Registrlarimiz oynaning tengida o'rnatilgan, oynalarimiz almashgan, konditsioner qoladi ekan bu yerda, perdalar qoladi. Bu yerda televizor yetadi, spalni yurib turgan mebellarimiz yetadi ekan, g'ollar bilan. Bu yon tarafimiz spalni. To'chkamiz yaxshi yerda joylashgan. Bu yerda yurib turgan mebelimiz yetadi, ko'rpa-to'shaklari yetadi. Bu yondan oynasi almashgan yurtdoshlar. Bahosini keladigan bo'lsak 335 million so'm. Arzon bahada gelişib beriladi yanada salgina. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringizga omad.